Variantga fura so'rayotgan akalar 35 ming naqd puli borga DAF Euro 6 variantga sotiladi. Go, 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 shawty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. You can find me in the club, bottle full of bug. Tegach 2016-yilda ishlab chiqilgan, Persep 2019-yilda ishlab chiqilgan Krone Persep, moslari ham Krone mosda qo'shlen takili, paletlari ham bor. Bak faqat bir tomonda 800 litrli bak bilan jihozlangan. Akkumulyatorlarni ham yangi qo'yib qo'yilgan ekan, germanskiy akkumulyator. Akalar, salonda ichki holatlarni ko'rsanglar bo'ladi. Barcha qulayliklarga ega. Ikkitali spalni avtomat korobkada yurgan masofasi ham unaqa ko'p emas. 723 ming kilometr masofani bosib o'tgan, keyin buni retardasi ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi, xolodilniklari ham bor, 100% ishlaydi. Akalar, fura Germaniyada O'zbekistonga pirgon kelgan. O'zbekistonda hali ishlamagan ekan. Qiziqqanlar bo'lsa egalariga telefon qilib, yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 35 ming naqd puli berasizlar. Qolganda 1 yilda 2 yilgacha variantga kelishsanglar bo'ladi. Manzil Namangan viloyati, Chust tumanida turibdi. Buni chetga chiqadigan dokumentlarni ham qilib beramiz deyapti egalari. Videoga like bo'lsa, shunaqa variantga fura qidirib yurgan fura ishlanishlarga jo'natib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Sotuvda ko'plab furalarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sotuvdagi furalar hali oldinda. Hammaga rahmat.